oziq-ovqatlarni reklama qiladigan blogerlar bor. Falon kilo oshni 15 minutda yevorsangiz $500 beramiz deyapti. Mana somsani 10 minutda yeb qo'ysangiz $100 beramiz deyapti. Bu lavashni yeb bering deyapti. Bu oshni yeb bering deyapti. Bu birodarlar nimaga targ'ib qilyapsizlar sizlar? Bu ummatni, bu millatni, bu xalqni nimaga targ'ib qilyapsizlar? Agar maqsadingiz savdoingizni rivojlantirish bo'lsa, o'sha joyga mijoz chaqirish bo'lsa, reklama bo'ladigan bo'lsa, reklamani, marketingni eng jirkanch yo'lidan foydalanyapsiz. Sababi na din, na tibbiyot bu narsani oqlaydi. Din aytadiki, oshqozonni 3dan biri havoga qolsin deydi. Ovqat ustiga ovqat yeyishlik kasal ustiga kasal keltiradi deydi. Odamni tambal qiladi, dangasa qiladi, zehnni o'ldiradi, idrokni o'ldiradi, qalbni o'ldiradi deydi din. Ochlarning holini his qilmaysan, muhtojlarning holini his qilmaysan. Tibbiyot ham xuddi shuni aytadi. Och qolmasdan turib yemagin deydi. Taomingni chaynab yegin deydi. 1 metrlik lavashni 4 ta tishlaganda tiqib olgin demaydi hech qaysi tibbiyot. Bu o'ldiradi insonni. O'zingizni, yurtdoshlaringizni salomatligini ketkizish evaziga, sunnatga xilof ish qilish evaziga reklama qilyapsizmi? Bu qaysi vijdonli insonni ishi? Reklamani boshqa usullari ham bor. Qaysi bir tadbirkorni ko'rsangiz shu. Yevoring deydi, yevoring deydi, yevoring deydi, falon $1 beramiz. Bu zarar-ku birodarlar. Ba'zi bir insonlarni ko'rasan, hayron qolasan. Shu $500, $200 olaman deb shuni yeydiganlar bor. Ha, uni oshqozoni nima qilyapti? Tanasi nima qilyapti? Davlenasi oshyapti keyin. Jigari yog' bosyapti. Butun dunyo bugun tasdiqlayapti. Ortiqcha ovqat, palapartish ovqatlanish zarar. Statistikada ochlikdan o'lganlardan ko'ra, ana shu to'qlik sababli o'lganlar ko'proq ekan. Shu musulmonga yarashadigan ishmi? Arzimagan narsani deb sunnatga xilof qilib yevorish kerakmi? Na bismillohni eslaydi, tiqib yuborish kerakmi? Ota-bobomiz yegan. Ota-boboyingiz unaqa yemagan. Ota-boboyingiz odob bilan yegan. Bizdan ko'ra ko'proq, kuchliroq taomlangan bo'lishi mumkin, lekin bo'lmagan. Har bitta oshxonaga boring, obed vaqtida kechqurun bo'sh joy topa olmaysiz. Mayli, biz undan qaytarmayapmiz. Alloh ne'matni beribdi. Lekin buni Xudo aytgandek, dinimizga zarar keltirmaydigan, salomatligimizga zarar keltirmaydigan holatda qabul qilsak, yeb ichsak bo'ladi-ku.